Assalomu alaykum. Biza Quva tumanida joylashgan Leader School maktabini kuzatuvchilari, kuzatib borayotgan azizlar. Bugun bir yaxshi bir loyihani boshladik, xudo xolasa. Bo'lsa ko'plab bir talablar, shu kuzatib borayotgan, bizni kuzatayotganlarda bir talablarni o'rganib chiqdik. Va shundan bir ruhlangan holatda bugundan boshlab bizda bir Hamidullo degan yaxshi bir matematika o'qituvchimiz bor. Shu o'qituvchimiz bilan sizlarga qisqagina shu matematikada, umuman o'zimiz hayotimizda shu matematikada bir osonroq ko'paytirishning yo'llari yoki matematik amallarni bajarish bo'yicha o'sha bir qiziqarli matematika yuzasidan bir sizlarga video qilishga qaror qildik. Men o'ylaymanki, bu video sizlarga manfaatli bo'ladi, foydali bo'ladi. Farzandlaringga ko'rsatsanglar ham bir foydali bo'ladi yoki yaqinlaringga jo'natsanglar ham foydali bo'ladi. Sizlarga shu videoni biz ilindik, marhamat tomosha qilinglar. Kelgusida yana qanday videolarni qo'ysak sizlarga manfaatli bo'ladi yoki sizlarga qandaydir bir bo'sh vaqtlaringda ko'rish uchun nima foydali bo'ladi, kommentlarda yozib bildirsanglar, shunga qarab biz ham shu narsalarni bir video qilib sizlarga foydasi tegadigan narsalarni qo'yishga harakat qilamiz. Avvalo buning uchun bizga chiroyli bitta like bosib, obuna bo'lib, biz kanalimizda o'rtoqlaringga, yaqinlaringga shu videolarimizni jo'natib qo'ysanglar, biz albatta bundan xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, marhamat, videomizni ko'ringlar va layklaringni ayamaysizlar degan umiddamiz. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men Mahkam Hamidullo Quva tumanidagi Leader School maktabining matematika fani o'qituvchisiman. Sizlar bilan bugun ikki xonali sonni 11 ga ko'paytirishni oson yo'llarini o'rganamiz. Demak, 57 ni 11 ga ko'paytiramiz. Ya'ni boshiga birinchi bo'lib bizda 5 keladi, 5 qo'yib olamiz. Oxiriga 7 ni qo'yib olamiz va o'rtasiga 5 va 7 ning yig'indisini yozamiz. Ya'ni 5 ga 7 ni qo'ysak 12, 12 bo'lgani uchun ikkisini yozib, biridildagini 5 ga qo'shib olamiz. Ya'ni 6 bo'ladi. 627. 85 ni 11 ga ko'paytiramiz. 8 ni birinchi bo'lib 8 yozib olamiz va 5 ni oxiriga yozib olamiz. O'rtasiga bo'lsa 8 ga 8 va 5 sonining yig'indisini yozamiz. 13, 13 bo'lgani uchun 3 ni yozib, biridilini 9 ga qo'shib olamiz. Ya'ni 8 imiz 9 bo'lib qoladi. 935 ga teng. 47 ni 11 ga ko'paytiramiz. Boshiga 4 ni va oxiriga 7 ni yozib olamiz. O'rtasiga bo'lsa 4 ga 7 ni yig'indisini, ya'ni 4 ga 7 ni qo'shsak 11, birini yozamiz va biridildagini 4 ga qo'shib olamiz. Ya'ni 517 bo'lyapti. Demak, 64 va 11 ni 64 va 11 ga ko'paytmasi hamda 72 va 11 ga ko'paytmasini oson yo'llarini sizlarda javoblarini kommentariyada kutib qolaman. Hamidullo, yana bir qator boshida yana tushuntirib bering, ko'pchilikka yana ham tushunarliroq bo'lishligi uchun. Tushunarli. Xo'p, demak, takroran ko'radigan bo'lsak, ya'ni 5 ta 57 raqamimizni 11 ga ko'paytiryapmiz. Birinchi bo'lib 5 va 7 ni 5 ni boshli sonni boshiga, mana boshiga yozdik. 7 ni bo'lsa oxiriga yozib olamiz. Mana 7 yozib oldik. O'rtasiga nima yozamiz desanglar, 5 va 7 ning yig'indisi. Faqat bitta sonni yozamiz. Ya'ni 5 ga 7 ni qo'shsak 12, 12 ni yozib qo'ysa, bitta bu yerda katta son bo'lib, javob o'zgarib ketib qolishi mumkin. O'shuning uchun o'zgarib ketib qoladi, ya'ni aniqroq aytadigan bo'lsak. 5 va 7 ning yig'indisi 12, 2 ni yozamiz, biridildagini 5 ga qo'shib yuboramiz. Ya'ni 5 imiz bu yerda bizda 6 ga aylanib qoladi. 627 bo'lyapti. Demak, 65 ni 11 ga ko'paytiramiz. Boshiga mana o'zingiz bilganingizdek 6 ni yozib olaman, oxiriga bo'lsa 5 ni yozamiz. O'rtasiga 6 va 5 ning yig'indisini yozamiz. Ya'ni 6 ga 5 ni qo'shsam 11, birini yozaman, biridildagini-chi 6 ga qo'shib qo'yamiz. Ya'ni 6 imiz bu yerda 7 bo'lib qoladi. 715. Endi 47 ni 11 ga ko'paytiramiz. Ya'ni xuddi shunday 4 va 7 ni boshiga 4 ni boshiga 7 ni oxiriga yozib olamiz. O'rtasiga bo'lsa 4 va 7 ning yig'indisini yozamiz. 4 ga 7 ni qo'shsak 11, birini yozib, biridilda 4 ga qo'shib olamiz. Ya'ni 4 ga qo'shsak birda 5 bo'ladi. 517. Va shu yerda yana bitta sonni, boshqa sonni ham ko'rsatib ketmoqchiman. Ya'ni 35 ko'paytirilgan 11. Boshiga 3 ni,
oxiriga 5 ni yozib oldim. Endi 3 ni 5 ga qo'ysam 8 mana. O'zingiz bilganingizdek bitta son hosil bo'lyapti. Xuddi o'sha 8 bu yerda turaveradi. Hali bir dilda bo'lganda, bir dildagini oldingi songa qo'shib yuborardik. Mana 3 ni 5 ga qo'shdik 8 hosil bo'ldi. 8 o'zi shu yerda qolaveradi. Ya'ni 385 hosil bo'lyapti bizda. Endi sizlardan iltimos qilgan bo'lardim. Ya'ni eslayingda qolishi uchun 64 ni 11 ga ko'paytirib hamda 72 ni 11 ga ko'paytirib kommentariyalarda yozib berishlarini iltimos qilgan bo'lardim. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Agar mavzuyimiz, ya'ni qisqa ko'paytirimiz qiziqarli va foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyalarda o'z fikrlaringizni yozib qolishingizni so'rab qo'ygan bo'laman. Hamda bizni kuzatishda davom etinglar. Bundan da yaxshi darslar hamda foydali ma'lumotlar hali oldinda. Agar darsim sizga yoqqan bo'lsa, bizni yo'qotib qo'ymasligingiz uchun bizni YouTube kanalimizga obuna bo'ling hamda like va kommentariyalarni qo'llab-quvvatlasangiz bizga bu yordam bo'ladi.